Hurmatli do'stlar, xudo xolasa Sankt-Peterburg Urganch yo'nalishi bo'yicha akamizni, opamizni mana ukamizni ham o'tkazib, chiroyli qilib o'tkazib oldik. Bemalol kelaverasizlar. Bez dokumentida xudo xolasa mana aka sizlarga oq yo'l, yaxshi aytib olingizlar. Mana shu yerdan endi kirib ketavingizlar soat 8:30gacha. Mayli, biroz sog' bo'ling. Mana shu akalar qo'shilib oling. Mayli, sog' bo'linglar, mayli, yaxshi aytib olinglar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aviakassaviya xodimlari xizmatlarimiz qo'limizdan kelgancha yordamlarimiz qilib, qo'limizdan kelgancha harakat qilib mana shu yerda o'tkazib qo'yamiz. Biz ham qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Shu vremelarimizga aytgan vaqtlarimizga kelyapti. Qo'ldan kelgancha ko'ryapsizlar, o'tkazyapmiz. Endi bitta o'zimdan 100 ta odamga yordam bera olmasligim mumkin. 98 ta odamga yordam berishim mumkin. Harakat qilamiz. Sizlar esa shu mehnatimiz evaziga 10 ta bo'lsa ham, 20 ta bo'lsa ham iltimos odam qo'shib qo'yinglar. Hurmatli yurtdoshlar, xudo xolasa Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha yarim kechasi soat 2:10 da uchayotgan 8-mart ko'tar kechasiga passajirlarimizni mana Yo'ldosh hamda Saidov passajirlarimizni nimalarni tayyorlab turibman. Xudo xolasa chiroyli qilib o'tkazib, kuzatib qo'yaman. Bez bagaj olgan, imkoniyatlari juda katta. Bez bagajda qanday kirgizib kelishga ham qulayroq. Xudo xolasa chiroyli qilib o'tkazib, kuzatib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aviakassaviya Surxon xodimlari xizmatidaman. Tanish bilishlaring qo'yingizlar. Mana bu yangiligim. Bilet olish kerak emas. Bilet olmagan taqdirda ham o'zi bilet oladigan obunachilarimiz ham xudoga shukr yetarlicha. Olmagan taqdirda ham mana bunaqa tekshirish holatlarini ko'rib, tayyorlanib keladigan gap so'zlarimni motivatsiya olib keladigan bo'ladi. O'shanga bog'lanib kelaverasizlar. Xudo xolasa xizmatda